Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida tuman, shahar va mahallalarni aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida respublikamizda 33 ta shahar va tumanlarga yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman va shahar maqomini berish. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi qishloq tumanlarda 2 tadan mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla maqomini berib, ularga shahar muhiti va yashash sharoitlarini olib kirish bo'yicha yangicha yondashuvlar amaliyotga joriy etilishi belgilangan. Ayni kunlarda mazkur ishlarga kirishilib, amaliy sa'y-harakatlar boshlab yuborilgan. Pastarxon tumanidagi Katta Nayman mahallasi 2 ta qishloq va 6 ta asosiy ko'chalardan iborat bo'lib, mahallaning 1050 ta xonadonlarida 5806 nafar fuqarolar istiqomat qiladi. Mahalla drayveri chorvachilik, dehqonchilik va savdo-sotiq faoliyati bo'lib, aholining asosiy daromad manbai ham aynan ushbu sohalar bilan uzviy bog'liq. Tuman hokimligi tashabbusi bilan mazkur mahallani yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallaga aylantirish borasida chora-tadbirlar ishlab chiqildi va amaliy ishga kirishildi. Ushbu ishlar doirasida korxona tashkilotlar hamkorligi va fuqarolar hamjihatligida mahalla infratuzilmasi, aholi turmush darajasini yaxshilash, ichki ko'chalar, xonadonlar, tadbirkorlik subyektlari atrofini tartibga keltirish, qabristonlar, maktab, bog'cha, tibbiyot maskanlarini obod qilish, ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish, aholini sog'lomlashtirish kabi qator ustuvor vazifalarni amalga oshirish ko'zda tutilgan. Hurmatli Prezidentimizning oqilona va odilona siyosati tufayli eng uzoq qishloqlarda ham hozir mahalla obodonchiligiga, xalqining farovonligiga juda katta e'tibor berilyapti. Shu yilgacha bizning Pastarxon tumanida 20 dan ko'p mahallalar obod mahalla dasturiga tushgan edi. Xalqimiz bundan juda minnatdor. Yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahalla dasturi ijrosini amalga oshirish bo'yicha Katta Nayman mahalla fuqarolari yig'inida ishlar boshlab yuborildi. Bu tashabbusni hamda bu dasturni xalqimiz juda katta quvonch bilan kayfiyatlari baland, ruhlari baland nimasida kutib oldi. E'tirof etish kerakki, mazkur ishlar davomida ushbu mahallada xonadonlarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash, ichki ko'chalar infratuzilmasini yaxshilash, mahalladagi mavjud suv inshooti hududini tartibga keltirib, yashil hududga aylantirish belgilangan. Siz Axborot 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Bizdan uzoqlashmang.